Assalomu alaykum hormanglar kuzatuvchilar. Mana hozir yangi domga kelganmiz. Yangi domda kir mashina uстановka qilmoqchimiz. Mana hammasi kir mashina qilganmiz. Bitta kotel joylashgan, kotel sistemamiz. Hamma kran yopiq. Bu yerdan masalan hamma kranlarimiz yopiq. Bu endi отопление sistemasiga ishlaydi bu bilan bu. Mana bu issiq suvni aylantirib berishga. Bu yerdan sovuq suv bo'lib kiradi, bu yerdan issiq suv bo'lib chiqadi. Bu ham yopiq, bu ham yopiq-da. Hozir endi birovni aybini aytish emas u. Birovni anaqa qilish emas u. Rakvinaga kiramiz, hammomga. Ana. Ikkita kranimiz ham ochiq. Bittasida issiq suv, bittasida sovuq suv kelishi kerak. Issiq suvniki kotelimizda yopib turibdi. Bundan suv kelishi kerak emas. Ana. Sovuq suv. Sovuq suv. Ha, issiq suv. Issiq suv ham, sovuq suv ham kelyapti. Bu degani issiq suvni ham, sovuq suvni ham yonma-yon qilib bir-biriga ulab olgan hisoblanadi o'shanda. Hamma sovuq suv sistemasi hisoblanadi. Vannasi ham xuddi shunaqa. Ochganimizda mana bir yoqda issiq suv kelish kerak edi, bir yoqda sovuq suv. Issiq suv o'chuv, lekin kelyapti. Ikkalovidan ham sovuq suv kelyapti mana. Mana ikkalovidan ham sovuq suv kelyapti. Bu yoqqa o'tkazsangiz ham sovuq suv keladi. Issiq suvnikida o'chish kerak edi. Hozir kotelimizda o'chuv bo'lganida. Podachasi. Mana ikkalovidan ham kelyapti. Bu degani hammasini sovuq suvga ulab ketdi degani bo'ladimi? Issiq suv qayerdan keladi bu yerga cho'milishga? Rakvinaga ham issiq suv kelmayapti, ikkalovi sovuq suv deganim o'shanda. Sushilkamizni ham slishkam qiyshiq o'rnatib ketgan. Orasini katta qilib. Endi sistemani to'g'rilash uchun butun boshli kafelni buzib turib, trubani boshqatdan qilinadimi endi shunda? Shunaqa bo'lib qolyapti-da. Boshqonamizda ham